Mana. Mana qadrdonlar, ikkita klientimiz o'zlariga ziraylar olishdi. Mana. Endi bular birinchi kelish bo'lgani uchun, bizni tanimagan uchun, ishontirish uchun zargarxonamizga olib kirdik. Tekshirib bermoqchimiz. Mana zargarxonamizda kislotali suvimiz bor. Mana to'kka ulanadi. Kislotali suv mana to'kka o'tayotgan isboti. Odamni unaqa urmaydi, balatmas bo'lib to'qmaymiz. Agar tilla niskiy sortdagi 375 rubl tilla bo'lsa, mana kislotali suvga solinganda qorayib, jizza bo'lib qoladi. Agar toza tilla bo'lsa, yana ham yaraqlab chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana pensilimizni qisib solyapmiz. Mana ichiga solib, mana ko'rdinglar, qaynatib chiqardim. Bironta joyi, nuqta joyi qoraygani yo'q. Chunki asl mol. O'zimiz ham avvalo mashina tekshirib, keyin do'stkamizga qo'ygan, biz ham birovni aldash haqqimiz ham yo'q, qo'rqamiz ham, biz ham bola chaqa baqyapmiz mana. Ko'rdinglar? Mana shunaqa holatda qarang. Ozgina tekkizmasdan cho'miltirish kerak. Nimaga desangiz, qayeridadir ulangan, uzilgan, qayta ulangan joy bo'lsa, asheti mana chiziq-chiziq, to'ram-to'ram bo'lib qorayib qoladi. Mana ko'ryapsiz, bundan nuqta joyi qoraygani yo'q. Chunki umuman zargar ko'rmagan, sifatli ish mana. O'zgarmadi. Mana siznikini ham xuddi shunaqa qilib tekshirib beramiz. Mana ikkita klientnikini tekshiryapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana buni ham ichiga solib, mana qaynatdik. Ko'rdingizlar qaynaganini? Qaynab chiqdi. Kislotali suv keyin yuvorishimiz kerak. Mana buni ham nuqta joyi qoraygani yo'q. Yarki sariq tilla go'zal bo'lib turibdi. Endi